Assalomu alaykum hurmatli asrorchilar. Bugun 23-mart 2026-yil. Mini-nukleuslarga sirop beryapmiz. Qandasini yeb bo'lgan. Oziqasi tugagan. Endi bunga shu qopqoqda ostiga mana shu falgadan qo'yilganda buni olib tashlaymiz. Bo'lmasa karmoshkamiz shu hisobini olmabman men. Karmoshka tushmay qoladi, ko'tarib qoladi qopqoqni. Bunga karmoshkada men mana shu annarazli stakanchidan foydalanaman. Men uchun eng yaxshi uslub. Oziqa izlab asalariga oilaga nafat bo'lmaydi. U siropga bo'ki bo'lib qolmaydi. Shu 200 gram ketsa kerak sirop. Taxminan. Buni qopqog'ida mana shunaqa teshigi bor, bir 4 ta 5 ta teshik qo'yilgan. Ikkilik svirnovda yoki mixda teshik qo'ysam bo'laveradi. Shuni pastga qaratib qo'yib qo'yiladi. Har tomida shimib tortib olaveradi, joylaveradi oziqani. Bu to'g'ri bitta qo'yamiz bunga. Chunki birinchi oziqa berishda ikkoviga quyib yubormaylik. Hozir bittada oziqlantiraversa. Sekin manasini oziqlantirib chiqyapmiz.